Endi shu va boshqa xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ayni daqiqalarda poytaxtimiz Turkiy Davlatlar Tashkiloti mamlakatlari yetakchi milliy tahlil markazlarining xalqaro konferensiyasiga mezbonlik qilmoqda. Ayni jarayonlardan hamkasbimiz Azima Qiyosova jonli efir orqali ma'lumotlar taqdim etadi. Assalomu alaykum, marhamat, siz efirdasiz. Rahmat studiya, assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, kun xayrli bo'lsin barchangizga. Ayni paytda poytaxtimizda Turkiy tilli davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlarning savdo-iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, ular o'rtasida qo'shma tadqiqotlarni kuchaytirish va strategik yechimlarni taklif etish mavzularida xalqaro anjuman boshlandi. Unda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Ozarbayjon kabi Turkiy tilli davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar va kuzatuvchi davlatlarning aql markazlarining yetakchi vakillari ishtirok etishmoqda va aytishimiz kerak, bugun Turkiy davlatlar tashkiloti dunyo miqyosida o'z ovoziga ega bo'layotgan nufuzli tashkilot sanaladi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi mutaxassislarining ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlarning nominal yalpi ichki mahsuloti 2,1 trillion dollarga yetgan. Bu jahon yalpi ichki mahsulotining 1,9% degani. Bu juda katta foiz. Bugun Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasida barcha sohada bu ta'lim deymizmi, iqtisod deymizmi, savdo investitsiyaviy, logistika masalalar, umuman barcha sohalarda hamkorlik aloqalari kengaymoqda. Ushbu xalqaro anjumanni tashkil etishdan maqsad qo'shma tadqiqotlarni kuchaytirish, strategik yechimlarni taklif etishdan iborat. Menda suhbatdosh bor, ulardan to'liqroq ma'lumot olamiz. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov. Assalomu alaykum, Obid aka. Umuman xalqaro anjumandan ko'zlangan maqsad va biz nimalarni, qanday natijalarni kutyapmiz? Mana hozir siz o'zingiz aytib o'tdingiz, Turkiy davlatlar tashkiloti mana 2,1 trillion dollar yalpi ichki mahsulotga ega bo'lgan, demak, mamlakatlarni o'z ichiga oladi, lekin bunday tashqaridan qaraydigan bo'lsangiz, bu nafaqatgina 2,1 trillion dollarlik yalpi ichki mahsulot, undan tashqari, masalan aytaylik, mana Turkiy davlatlar tashkilotiga kiradigan mamlakatlarni oladigan bo'lsangiz, mana 20 trillion kub metr gaz zaxiralari bu davlatlarda joylashgan. Bundan tashqari mana neft zaxiralari yoki bo'lmasa aytaylik ko'mir zaxiralari, kritik metall zaxiralari, eng katta bu zaxiralar bu Turkiy davlatlar tashkilotlarini o'sha yerlarda joylashgan va bu davlatlar juda ham jahon iqtisodiyotida katta potensialga ega bo'lgan davlatlar. Mana bugun aytib o'tildiki, Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida 35 ta yo'nalish bo'yicha hozir hamkorlik aloqalari amalga oshirilyapti. Bundan tashqari mana o'tgan yili Bishkek shahrida bo'lgan Turkiy davlatlar sammitida hurmatli prezidentimiz tomonidan mana shu demak tashabbus ilgari surilgan. Bu tashabbus orqali mana bugun 6 ta davlatdan 16 ta aqliy markazlar bugun mana shu Turkiy davlatlar tashkilotini qanday yana imkoniyatlarini oldinga sursak bo'ladi va qanday yana bu davlatlarning demak yalpi ichki mahsulotini oshirish, aholi farovonligini oshirish bo'yicha yana qanday hamkorlik loyihalarini yo'lga qo'ysak bo'ladi. Mana shu muhokamalar mana hozir 14-aprel kuni Toshkent shahrida boshlanyapti. Va bundan tashqari bitta narsani aytish kerakki, bu davlatlar bugun birgina mana iqtisodiy yo'nalishda oladigan bo'lsak, transport logistika yo'nalishlari, savdo to'siqlarini kamaytirish yo'nalishlari, yashil iqtisodiyot yo'nalishlari, investitsiya yo'nalishlari va shunga o'xshagan bir qancha iqtisodiy yo'nalishlarda muhokamalarni amalga oshirilyapti. Va birgina aytadigan bo'lsak, mana shu Turkiy davlatlarda hozir mana rivojlangan sari mana oldingi 500 millionlik Turkiy davlatlar investitsiya fondi mana bugun aytib o'tildiki, Vengriya tomonidan ham qo'shilib hozir 600 million dollarlik yangi Turkiy davlatlarining o'zini investitsiya fondi demak tashkil etildi. Bu investitsiya fondi mana shu Turkiy davlatlarda yangi loyihalar, yangi infrastruktura loyihalarini amalga oshirish yoki bo'lmasa aytaylik, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish bo'yicha yana yangi imkoniyatlarni amalga ochib beradi biz uchun. Shuning uchun aytish kerakki, bugungi demak konferensiyamizni ishi muvaffaqiyatli bo'ladi deb o'ylayman va bu biz uchun, O'zbekiston uchun yangi tashabbuslarni ochib beradi. Eng muhim narsa bugun Turkiy davlatlarining sekretariati tomonidan mana e'tirof etib aytilgani, bu mana O'zbekiston nafaqatgina O'rta Osiyoda balki butun Turkiy davlatlarini ham markazi sifatida o'zida mana shunaqangi yirik muhim anjumanlarni qilishi biz uchun bir
muhim va tahsinga sazovor deb aytib o'tildi. Endi aql markazlari o'rtasidagi hamkorlik yanada rivojlanadi. Albatta, aql markazlari bular mana hozir aytib o'tildi, yangi o'sha tahlillarni, yangi strategik yechimlarni berish bo'yicha bizning hamkorliklarimiz yanada rivojlanadi va yanada yangi imkoniyatlarni demak biz izlab topishga harakat qilamiz. Rahmat Obid aka, ma'lumotlaringiz uchun. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi Turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibiyati hamkorligida o'tkazilayotgan ushbu nufuzli xalqaro anjumanda aynan aytganimizdek 6 ta davlatdan 16 ta aql markazlarining rahbarlari ishtirok etishyapti. 6 ta davlatdan vakillar qatnashmoqda va unda asosiy urg'u Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar va kuzatuvchi davlatlar o'rtasida barqaror savdo iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, qo'shma tadqiqotlarni o'tkazish va strategik yechimlarni taklif etishdan iborat. Sessiyalarga, panel sessiyalarga bo'lingan holda ushbu xalqaro anjuman hozir yalpi yig'ilishi, undan so'ng panel sessiyalarga bo'lingan holda o'z ishini davom ettiradi. Biz kuzatib boramiz va jarayonlardan yana ma'lumot beramiz. Hamkasbim Azima Qiyosovaga yetkazgan ma'lumotlari uchun rahmat deb qolamiz.